O'rta asrlarda hukmdorlarning bir qancha unvonlari bo'lgan. Xon, xoqon, sulton, amir kabi unvonlar. Amir Temurda ham davlatning boshqaruvini unvonlari mavjud edi. U faoliyati davomida manbalarda sohibqiron nisbati ishlatilgan bo'lsa, o'ziga nisbatan Ko'ragon, amir, sulton, malik kabi unvonlari bo'lgan. Xususan, u 1266-yildan boshlab amir hisoblanadi. Unga qadar bo'lgan davrda u bekning farzandi bo'lganligi uchun bek unvoni bilan Temurbek sifatida e'tirof etilgan. 1266-yilda do'sti va amiri bo'lgan Amir Husayn bilan to'liq uzilgach va ular o'rtasida kurash boshlangach, u mustaqil davlat boshlig'i sifatida amir unvoni bilan davlatni boshqara boshlagan. Shuningdek, uning malik unvoni ham bo'lgan. Bu xususda ma'lum bir shiorlar yuradi. Bu shior juda ham ommalashgan bugungi kunda, ya'ni biz kim, mulki Turon, amiri Turkistonmiz deb boshlanadigan shior. Aslida bu shiorni Sovet davrida biroz xato o'qib talqin qilishgan va bugungi kunda bu shu xatoligicha ommalashib ketgan. Ya'ni biz kim, mulki Turon, amiri Turkistonmiz emas, balkim biz kim, maliki Turon, amiri Turkistonmiz bo'ladi. Chunki bu yerda arab imlosida mulk so'zida ham, malik so'zida ham mim, lom va kof harflaridan yasalgan va buni dastlab xato o'qishgan va shu bo'yicha bu xatolik hanuz davom etib kelmoqda. Va shu nuqtai nazardan Amir Temurning malik unvoni bo'lgan va bu malik u ham hukmdor mazmuniga ega bo'lgan unvonlardan biri bo'lgan. Temurning sulton unvoni bo'lganligi ham manbalarda qayd etiladi. Xususan 1391-yilda Amir Temur To'xtamish ustiga qilgan yurishida Ulug'tog' darasida u zafarnoma yozdirgan va mana shu zafarnomada u Turon sultoni Temurbek bu hududdan o'tganligini qayd etgan edi va u yerda davlatning nomini Turon, o'zining unvonini esa sulton tariqasida yozdirgan. Shundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, uning sohibqiron Amir Temur Ko'ragonning amir, sulton va malik degan unvonlari bo'lgan. Ma'lumki, ko'plab hukmdorlarga ma'lum suiqasdlar amalga oshirilib turgan. Jumladan Amir Temur hokimiyatga endi chiqqan paytlarida 1272-yilda Amir Temurga nisbatan shunday suiqasdlardan biri amalga oshirilgan. Bu paytda Amir Temur endigina taxt tepasiga chiqqan, hali hokimiyati mustahkam bo'lmagan davrlar bo'lgan va Mo'g'uliston yurishdan Movarounnahrga qaytayotgan paytda O'tirorda, bugungi Qozog'iston hududi, Sayram hududida unga qarshi suiqasd uyushtirilgan. Suiqasdda 5 ta yirik davlat va din ulamolari bosh-qosh bo'lishgan. Bular Amir Muso, Amir Yasavriyning o'g'li Amir Iso, shu bilan birgalikda Abul Maoni Termiziy va Abullays Samarqandiy hamda Zinjat Chashimlar bo'lgan. Lekin Amir Temurning zukkorligi, uning xavfsizlik xizmati nihoyatda yaxshi ishlaganligi bu suiqasdni oldindan fosh qilgan va Temur har beshalovini qo'lga olib so'roq qilgan va so'roq natijasida ular o'z ayblariga iqror bo'lgan. Uning natijasida ikkita din ulamosi, ikkalovi ham payg'ambar avlodi bo'lganligi uchun sayyidligi nuqtai nazaridan o'rta asr an'analaridan kelib chiqib ularni qatl etishga jazm etmagan va ular Hijozga, Makka va Madinaga surgun qilingan va o'sha yerda bir umr yashashlariga imkoniyat yaratilgan. Ikkinchi bir yirik amir Amir Muso bu Saroymulk xonimning singlisini o'g'li edi. Shuning uchun oraga Saroymulk xonim kirib, uni jazodan mosuvo qilib qolgan. Yana bir Amir Muso esa Amir Temurning eng yaqin safdoshi bo'lgan, eng yaqin do'sti va ishongan sarkarlardan biri bo'lgan Amir Sayfiddinning qaynog'asi bo'lgan va Amir Sayfiddin Temur bilan Amir Muso orasiga kirib, uni ham jazodan omon qoldirgan. Lekin Zindachashim jazodan ozod bo'lib qololmagan, chunki unga qadar Zindachashim Amir Temurga 3 marta xiyonat qilgan va kechirimlilikning chegarasi o'sha yerda tugagan edi va u Samarqandga olib borib zindonga tashlangan. Bundan xulosa nima? Ya'ni bu 4 ta yirik amaldorlarning jazodan ozod bo'lib qolishi va bittasining jazolanishi Amir Temur bir zaif va kuchsiz tomonni jazolash tufayli kuchli va qudratli bo'lgan, o'ziga eng yaqin bo'lgan odamlarni o'zidan yuz o'girishini oldini olish bo'lgan. Chunki din ulamolari, payg'ambar avlodlari bo'lgan shaxslarni jazolash orqali musulmonlarning, ularning muridlari bo'lgan ko'plab fuqarolarning nafratiga va ko'ngil qolishiga olib kelishi mumkin bo'lgan voqea edi. Shuning uchun ham ular jazodan mosuvo bo'lgan. Ikkinchidan esa uning eng yaqin qudratli bo'lgan amiri va mamlakatning
bosh malikasini eng yaqin odamlarini jazolash orqali ularni o'ziga g'anim qilib qo'yishi mumkin edi. Shuning uchun ham Temur boshqaruvidagi o'ziga xos strategiya bo'lgan bu. Ma'lumki, Amir Temur qudratli Jahongir sarkarda va u mana shunday qudratni o'z askarlarida, sarkardalarda ham ko'rishni istagan. O'rta asr muarrixlari, xususan Amir Temur saroyida bo'lgan Klaviyo shunday hikoya qiladi. Amir Temur saroyida bazmda ziyofat berilayotganda Amir Temurning oldiga xizmatkorlar katta charm dasturxonda pishirilgan go'shtlarni zo'rg'a sudrab olib kelishdi. Charm qo'lqop kiygan holatda go'shtlarni maydalab Jahongir sultonga tuhfa etishdi va sulton bir chimdimgina go'shtni yeb boshqa qo'lini uzatmadi. U go'sht yana olib chiqib ketildi. Undan keyin yana xuddi shu tarzda bir necha marta charm dasturxonni sudragan holda xizmatkorlar go'shtni olib kirishdi. Temur undan bir chimdim iste'mol qildi deb aytadi. Lekin Klaviyo bu go'shtni nima maqsadda iste'mol qildi va u go'shtning taqdiri nima bo'ldi bu haqida yozib qoldirmagan. Etnografik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mana bu Temurning huzuriga kirgan go'shtning Temur tomonidan iste'mol qilinishi keyinchalik esa undan ortgan go'sht, ya'ni bir chimdim bir chetidan olgan go'sht qolgan qismi shundayligicha askarlarga tarqatilgan. Bundan askarlar Jahongirning nafasi tekkan go'shtni iste'mol qilish orqali Jahongirning kuchi, qudrati, buyuk sarkardaning kuchi bizga o'tadi degan ruhiy quvvatga ega bo'lganlar. Shu yo'l bilan ularning ruhi ko'tarilgan va Jahongirning quvvatini biz o'zimizda mujassam etdik deb hisoblashgan. Amir Temur qo'shinida ayollar ham ishtirok etishgan. Temurning sipohlari bir necha turli tuman bo'lib, harbiy xizmatga bir necha mingdan ortiq ayollar ham jalb etilgan. Bu haqda 15-asrda yashab o'tgan suriyalik tarixchi Ibn Arabshoh shunday yozadi. Temurning qo'shinida ayollar ham ishtirok etgan bo'lib, ular dushman bilan bo'lgan jangda mardonavor kurash olib borishadi va shu bilan birga nayza otish, qilich o'ynatish, kamondan o'q uzish bo'yicha mohir erkaklardan-da ko'ra ko'proq natijalarga erishishadi. Ayollarning 1395-yili Shimoliy Kavkazdagi Terak daryosi bo'yidagi jangda ishtirok etishganligi haqida ham manbalarda uchratishimiz mumkin. 3 kun davomida daryoning o'ng va chap sohilida Amir Temur va To'xtamishxon qo'shinlari harakatlanadi va 3-kuni Amir Temur qarorgohdagi barcha ayollarga dubulg'a kiyishlarini va jangchilarning o'rnlarini egallashlarini, erkaklarga esa 2 tadan ot ulovlarini egallab qarorgohdan chiqib ketishlarini buyuradi. Va shundan keyin erkaklar timsolidagi jangchilarni kuzatib turgan To'xtamishxon Amir Temur va uning askarlarining kechuv joyiga qaytib ketganidan bexabar qolishadi. Va o'sha tuni Amir Temur va uning askarlari daryoning narigi tarafiga o'tishga musharraf bo'lishadi va Shimoliy Kavkazdagi bo'lgan ushbu jangda Amir Temur g'alabaga erishadi.